Assalamu alaykum qarindoshlar. Anglayotganinglar Doktor Memtimin A'laning Uyg'ur qatliami psixologiyalik nazar nomli kitobi. Bugun o'qiydiganimiz mavjudlikning 4 tusi. Odam o'zining halok bo'lishiga qadar to'xtamay o'ladi. Martin Heidegger. Bu qatlam dastlabida bizga xuddi surreal va u dunyolik hodisdek bilindi. Xuddi u bizning hayotimizning sirtidek, xuddi u tarixning qorong'uliqlarida ilg'o qilish ta's bo'lgan bir g'oyiblikdek bilindi. Shundaqla ayni vaqtda bizda uni to'liqi bilan tushunishga yordam beradigan biror uqumi yo'qdek edi. Biz uni nima deb atashni damalliqqa bilolmay, lug'atlarimizga jiddiy murojaat qildik. Uni tamoman tushunishning kamchiligi bizni tamalliqqa bir kollektiv bo'lish sutimiz bilan nimalarni mangulik yo'qotganligimiz va yana nimalarni yo'qotadiganligimiz haqidagi o'ylarni to'liqi bilan o'ylashdanmi mahrum qoldirdi. Chunki uni haqiqiy ifodalaydigan, gavdalantira oladigan va ta'birlay oladigan bir uqumning kamchilligi uning to'liq tushunilishiga to'sqinlik qildi. Buningda ko'pincha Uyg'ur tashkilotlar va faoliyatchilar, chet ellik siyosiyonlar, mutaxassislar va faoliyatchilarning bu hodisani nima deb ataydiganligiga diqqat qildi. Bu hodisa dastlabida ig'ir kishilik huquq dafsandachiliklari, ondan kultural qatlam, kultural irqiy qirg'inchilik yoki boshqa nomlar bilan ataldi. Texi yaqingacha uni nima deb atash birlikka kelmadi. Mayli o'z ichimizda, mayli sirtimizda bo'lsin, oxiri Xitoy hokimiyatining Uyg'ur ayollariga qarata sistemalik ilib borgan tug'utni cheklash va bolyotqusidan bovoqlarni majburiy elib o'tishdek inson qalbidan chiqqan harakatlari oshkorlangandan keyin va Xitoy Zinzning ushbu hodisini BDTning qatlam o'lchamiga tushadiganligini o'ttirib qo'ygandan keyin bu atalqu bara-bara qatlamga muqimlashqa boshladi. Ahvol shu bo'lganki, biz xuddi ko'kdan erkinlaylib tushayotgandek bir qorong'ulikqa kollektiv qulayotganligimizni xira-shira biletdik. O'lim turmushimizga shundoq tuyuqsiz va shundoq vahimlik ustib kirdiki, biz nima qilishimizni, nima deyishimizni bilolmay qoldik. Vatan o'limgohga aylandi. Biz o'limning zilzilasidan shok bo'ldik. Bu o'limning ta'siri bizning realligimizni butunlay ostin-ustin qilib o'tdi. O'limdan iborat bu g'oyat zo'r va mudahish bir kuchning teng kelgusiz qo'rqinchli ta'siri ostida qoldik. Hech qaysimiz buningdan qanday qutulishni bilmaydik. Bizning ilgirki barliq soddaliqlarimiz, galvonliqlarimiz va yengiltaklarimizning hammasi tuyuqsiz o'limning rad qiluvsiz jiddiylik ostiga tushdi. Ba'zilar uchun hayot tuyuqsiz o'limdanmi battar bir jarayonga aylandi. Bu o'zgacha tajriba bizning bu dunyoda bo'lishimizning tuslarini mangulik o'zgartib o'tdi. Biz ilgari ma'lum ma'nidan o'zimizning huzuri ichida yashayotdik, xizmat qilatdik. Ma'lum davlatning pasportiga erishib qolsak, ko'pinchimiz vatanga berib, ota-ona, urug' tuqqanlarimizni yo'qlab kelishning ko'yida edik. Chet elda namoyish desa, necha ming Uyg'ur bor davlatdan aron 10-20 mizla chiqib, Xitoyni andisonda kishilik huquqqa dafsanda qilish bilan ayblab qo'yib, o'zimizgami, Xitoygami bek yomon bo'lib ketmay, jahonsozlik bilan yashayotdik. Hatta allaqandaq allamillarimizmi bizni Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin
Uning dadasining Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqasi tufayli bizning bundan keyin texmi yaxshi kun ko'rib ketishimiz mumkinligi haqida ba'zilab bizni texmi shirin uyqularga masxush qilib o'tgan edi. 2015-yillari Xitoy vatandagi Uyg'urlarni chet elni ko'rib kelishga aydab yurganda bir qismlarimiz o'riq tuqqanlarimiz bilan bu davlatni ko'rishib olganligimizdan shod edik. Ana shundoq bir xotirjam paytda biz lagerlar haqidagi qo'rqinchli xabarlarni anglashga boshladik. Tragediyali xabarning kuchayishi, Xitoyning Uyg'urlarni vayron qilishining borgan-sari adishi va dunyoning sukuti ichida biz dastlabida mundaq 4 xil mavjudlik tuslarini oshkora qildik. Taqdirchilik, numus, gunoh va yordamchisizlik. Tövəndə bu tuslarni psixologiyalik və fəlsəfəvi nöqtədən qısqacha izohlaymiz. Taqdirchilik. Avval taqdirchilik tusi haqida to'xtalaylik. Bu oldi bilan bizning oldin bekitilgan odatdan qutula olmaydiganligimizni ko'rsatadi. Bu bizning bu xil odatdan qancha qilsaqmi qutula olmaydiganligimiz, shunga buningga kuchashning behudligi haqidagi burumlangan qarashlarimizni ko'rsatadi. Uyg'urlarning uzoq yillik mustamlika sharoitidan o'ylaganda, taqdirchilik mohiyatda bizning haddidan oshgan boshqarish, bo'ysundirish, zulm va qattiq intizom muhitida yetishtiradigan bir xil psixik tusimizdir. Buning radikal misoli turmadan iborat o'ziga xos sistemalik boshqarishi bor intizom muhitidir. Bundaq muhitda hech qanday tasodibiylikqa yo'l qo'yilmaydi. Hamma narsa boshda qanday bekitilgan bo'lsa, shu bo'yicha shartsiz ijro qilinishi kerak. Yakka individualning xohishi, his-tuyg'usi yoki erkinligi deganlarning hammasi bundaq muhitda qat'iy nazarga ilinmaydi. Shunga bundaq muhitda uzoq yil yashagan odamda uning suri barg'ansiri oshadi va oxirida o'zining hech nimani o'zgartirishga ko'zi yetmaslikdek qarash asta-asta shakllanadi. Tashqi kontrollikning uzoq muddatlik ta'siri bilan uning ichidagilarda oxiri o'zini ichki jihatdan kontrol qilishdan voz kechish boshlanib, o'zini ashu muhitga to'liq topshirib o'tish, uningga taltikus bo'ysunish kelib chiqadi. Yana bir tarafdan bu o'zini qo'g'dash mexanizmining bir qismi bo'lib, bundaq tashqi kontrollikqa qarshi chiqish, badal to'lashdan derak bergachga aman qilish uchun odam uningga bo'ysunishni tanlaydi. Bo'ysungan sari o'zining qarshilik qilish kuchini, texmi muhimi irodasini texmi yo'qtadi. Sharqiy Turkistonning ilgirki usti ochiq turmiligi va uning hozir butunlay lagerga aylantirilishi Uyg'urlarning umumyuzlik mahbuslik sharoitini qurib chiqdi. Bu ham ularning vahshiy intizom ostidagi qarorsizlikqa, amalsizlikqa va bo'ysunishga to'lgan hayotini ta'birlaydigan bo'ldi. Oqibat bu ularning engidagi taqdirchilik qarashini cho'nqurlashtirib o'tdi. Bu kontekstdagi taqdirchilik turmaga solinishga o'xshaydi. Uningdan qutulmaslikdan kelib chiqadigan amalsizlik engi bor. Belgiyalik psixolog Gigomi Engelbertning qarashicha, turma mahbuslarning bo'shliq, vaqt va tan haqidagi takshiliklarni o'zgartirib o'tadi. Hissiyot turmushini ozlashtirib o'tadi hamda kimligini muhimsizlashtiradi. Ular uchun o'xshamagan tezlikda ikki xil vaqt yo'nalishi bo'ladi. Birinchisi ularning kundalik turmushi bilan bog'langan vaqt bo'lib, haddidan ziyoda takrorlikqa to'lgan. Mahbuslar qandoq vaqt uxlash, qo'pish va yuyinish qatorliqlarni tanlay olmaydi. Bularni gundupaylar ularga belgilab beradi. Ularda asosan hech qanday bir ishga qarata qaror berish huquqi bo'lmaydi. Yana biri mahbuslar bilan hech qanday mas qadamlik munosabati bo'lmagan tashqi dunyodagi vaqtdir.
Men qo'yib berilgandan keyin yavruni yoki yer shariviy o'rin belgilash uskunisini bilmaydigan mahbuslarni ko'rganman. Qisqasi, turma ularning ijtimoiy sizlashishini keltirib chiqaradi. Ularning dunyo bilan bo'lgan munosabatini cho'nqur o'zgartirib o'tadi. Bu nuqtadan olganda taqdirchilik odamning o'ziga ta'sir ko'rsatayotgan kuchga qarata hech qanday aks ta'sir ko'rsatilmaydiganligini bilgandan keyin barliq qarshilik va reallikni o'zgartirish urinishlaridan voz kechish xohishini ko'zda tutadi. Buningda o'zgarmas bir kelgusining yuzlanishiga ishonish va o'zini uningga topshirib o'tish xohishi bara-bara yetiladi. Taqdirchilik reallikqa pasib qatnashish shakli bo'lish sifati bilan uningga moslashish iqtidorining kamchilligi va uni o'zgartirish g'oyasining tuvan yoki asosan yo'qligi bilan xarakterlanadi. Bu hatto shaxsning yoki kollektivning o'zining farovonligiga ko'ngil bo'lmasligidan kelib chiqadigan sharoitni o'zgartirolmasligi holati sifatida tushuniladi. Uyg'urlarning qarshidagi taqdirchilik bo'libmi Uyg'ur qatliamidan keyin texmi kuchaygan taqdirchilik mohiyatda bizning kimligimiz, tariximiz va realligimizga singib ketgan. Bo'libmi u Uyg'ur kulturining, ya'ni biz tanlashdan ilgari bizni tanlagan kulturimizning negizli qismlarining texmi kuchlik va gavdalik aks etishidir. Nietzsche o'zining Jahongezdi va uning soyasi degan asarida Türk taqdirchiligi degan atalg'uni o'ttirib qo'ydi. Bu atalg'u orqali u odamning saqlanig'ili bo'lmaydigan hodisiga bo'lgan voz kechish pozitsiyasini tushundirdi. Türk taqdirchiligining mana mushundaq mohiyatlik kamtikligi bor. Ya'ni u odam bilan uning taqdirini bir-biridan farqli ikki narsa deb qaraydi. Bu nazariyaga asoslanganda taqdiri bilan elishib, uni mat qilmoqchi bo'ladi. Lekin oqibatda taqdir hamon g'alaba qozonadi. Shunglashqa eng aqliy yo'l voz kechish yoki u odam o'zining ko'ngli xohlagan shaklda yashashdir. Fakt shuki, har bir odam taqdirning bir parchasidir. Bu ma'nodan taqdirchilik saqlanğılı, şun o'zgartkil bo'lmaydiganini qabul qilishni ko'rsatadi. Türk kültürü bilan manbadash bo'lish sifati bilan Uyg'ur kulturel kimligi ba'zilar uchun ma'lum ma'nodan taqdirchilik pozitsiyasiga egidir. Bu pozitsiya qatliam davomida texmi kuchayishga boshladi. Ba'zilar o'zlarining Uyg'ur bo'lib tug'ilib qolganligidan qattiq pushaymon qildi. Buni menga xeyli nurg'un Uyg'urlar oshkora yoki yoshirin shaklda dedi. Ularning qarashicha Uyg'urlik, ya'ni ularni mushundaq bir qatlamga duchor qilgan Uyg'urlik ular uchun bir qog'oshdek taqdirmish. Nietzschening qarshidagi taqdirchilik Türklarning kutilmagan, tushundirgisiz yoki tasoddibiy baxtsizlikni tushundirish yo'lidir. Bu orqali kishilar qiyinchilik va baloyi ofat bilan yarashishga va uningdan olqishga ilhomlantiriladi. U taslimchilikni emas, balki birovning o'zining bu dunyodagi oldin ola bekitilgan ahvolni qabul qilishini ko'rsatadi. Mushu kontekstda men Uyg'ur qatlamini qisqacha tahlil qilaman. Xitoyni asos qilgan jamiyatda Uyg'ur bo'lmoq kundalik xiristdir. Biologiyalik nuqtadan Uyg'urlarning yuzi Xitoylarninkidan xarakter, shakl va rang jihatdan farqlanadi. Ammo bu faqat biologiyalik farqni ko'rsatmaydi, balki uning siyosiy ma'nosi bordir. Bu oldi bilan Xitoylik bilan Uyg'urlik o'rtasidagi tubki farqni bildiradi. Xitoy uchun farq qadimdan boshliqlikni, yotvoshlikni va texmi muhimi tahdidni bildiradi. Bu haqda Xitoylarning mundaq bir mashhur so'zi bor. Mening qavmimdan bo'lmaganning yuragi menga so'qmas. Feyvo zulay chi shimbi. Shuning uchun
Shuning uchun yotliq, farq Xitoyning vujudida andish qo'zg'arliq omildir. U ya yo'qotilishi, ya bo'ysundirilishi kerak. Yo'qotilmaganida vaqtincha bo'ysundirilib turiladi. Ammo adoqqa nishon yanala uni yo'qotishdir. Chunki u yo'qolmaydi ekan. Xitoyning kallasi hargiz xotirjam bo'la olmaydi. Shunga Xitoylar hammani o'ziga bo'ysundirishni istaydi. Bu xuddi ularning chet el odam, narsa va yer nomlarini beshamlik bilan cho'qim o'zining tilining talaffuzi ortiga bo'ysundirishiga o'xshaydi. Ular faqat o'zining tilidala hammani o'ziga bo'ysundirishidagi qurol sifatidagi tilidala xotirjamlik his qiladi. Buningdan shuni yana ko'ra olamizki, til har vaqt Xitoylar uchun reallikni bo'ysundirishdagi siyosiy quroldir. Ondan u odam bilan odam o'rtasidagi aloqalash qurolidir. Shuning bilan bir vaqtda yotvoshlik salbiy ma'noga ega bo'lib, siyosiy jihatdan xatarlik, psixologiya jihatdan oldin faraz qilg'ili bo'lmaslik va diniy jihatdan maslalik bo'ladi. Bo'libmi Uyg'urlar uchun 5-iyul qirg'inchiligidan keyin shundoq bo'lib keldi. Bu ma'nodan Uyg'urlarni Xitoy jamiyatida nihoyat osonla bilib olg'ili va osonla qaram qilg'ili bo'ladi. Masalan, Uyg'urlarning soqol qo'yishi 2017-yildan tortib cheklandi. U Xitoy jamiyatiga xirasibdi mos kelmaydi deb qaraldi. Qadimki Xitoyda soqol shakliga beqib jasoratning, pishib yetilganlikning va ijtimoiy o'rinning belgisi deb qaraladi. Modern Xitoylarda soqol burunqidek qo'yilmas bo'ldi. Bu vaqtda Xitoy ziyolisi Lin Yutang mundaq deydi. Kishilarning chechi va terisining rangi necha ming yillik madaniylashgan uy ichida yashashning mahsulidir. Erlarning yuzida soqolning umumyuzlik bo'lmasligi yoki oz bo'lishi mushxil unumning bir timsolidir. Bu nurg'un Xitoy erlarining shaxsiy soqol birtivosini qanday ishlatishni bilmasligidek paketni mumkinlikka aylantirdi. Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgandan keyin soqol kona an'ananing bir qismi sifatida madaniyat zo'r inqilobida tashlab etilgan 4 konalik, kona urf-odatlar, kultur, odatlar va ideyalar tarkibiga kirgizildi. Shu munosabat bilan shuni deyish mumkinki, soqol qo'yish ijtimoiy va kultural jihatdan ko'nliq tava deb qaralib, rag'batlantirilmaydigan qilmishga kirgizildi. Hatto bu xil holat kommunist ustozlari deb qaraladigan Karl Marx, Engels va Leninlarning soqol qo'yish odati bilan qarama-qarshilik shakllantirsimi, garchi Xitoy kommunistlardan Zhou Enlai bilan Mao Zedongmi yosh vaqtlarda soqol qo'ygan bo'lsa-mu, keyincha hammasi inqilobiy birdaklik va yo'ldoshlik an'anasining obrazini barliqqa keltirish ehtiyojidan soqollarni oldirib etdi. Shuning bilan Xitoy siyosiy zihniyatida soqol farqining, birdaksizlikning omili bo'lib qoldi. Uyg'urlar o'zining Xitoylar bilan o'xshabroq ketadigan an'anaviy odati bo'lmish soqol qo'yishni o'z jamiyatida davomlashtiraverdi. Ular uchun soqol dal ijtimoiy salohiyatning, aql-farosatning, yashanganlikning belgisi edi. Diniy jihatda rag'batlantirilgan odat edi. Ammo o'xshash soqol yaqinqi yillarda Xitoylar uchun yo'l qo'yildi. Ammo Uyg'ur uchun cheklandi. 2017-yili Xitoy hokimiyati Uyg'urlarning soqol qo'yishini kiyim-kechakni boshqarish nizomnomasi bo'yicha cheklash qonuni chiqardi. Xitoy hukumatı bu cheklashni terrorizmga qarshi turish bahonasida qildi. Uningcha uzun soqol qo'yish diniy pozitsiyaning va qarshilikning tashqi ifodasi edi. Buningga xiloflik qilganlarning jazosi keyincha Xitoylarning atalmış qayta tarbiyalash markazlari bo'ldi. Xitoylarning Uyg'urlarning soqoliga bunchalik rezil va qattiq muomala qilishiga ma'lum ma'nodan uning Uyg'urlarning diniy kimligini belgisi bo'lganligi sabab bo'lgan deyishga bo'ladi.
Masalan, keyingi 11-sentabr dunyosida mayli g'arib yoki bir qism sharq davlatlari bo'lsin, ularning ijtimoiy mediasi, gazet jurnallari va kartonlarida musulmonlarning obrazi mundaq 3 shay bilan bog'lanib qayta idroq qilinishga boshladi. Diniy kiyim-kechak, soqol va qilich. Buningda diniy kiyim musulmonlarning diniy kimligiga, soqol ularning urushqoq va agressiv xarakteriga hamda qilich ularning e'tiqodining qo'rqinchli mohiyatini yoshirun shaklda simvollik ichib beradi deb qaraldi. Bu karikaturiyalashgan obrazlar Xitoylarning idrokiga, töven angsizligiga kirib o'rin oldi. Ya'ni u shundoq bir shaklda o'rin oldiki, soqol tahdidning belgisidir. Nurg'un Uyg'urlar shuning ishonadiki, ayni vaqtda Xitoylar qurgan Saddichin sepilining sirtining shimoli va g'arbida yashagan hunlar ularning ajdodlaridir. Ayni vaqtda hunlar Xitoylarga nurg'un qitim hujum qildi. Xitoylar ularning boshqa xalqlarga qaraganda o'zlarining eng vahshiy dushmani qatorida ko'rdi. Chunki hunlar ularga tarixda necha qitim uzil-kesil yemirilishdek tahdidlarni soldi. Shunga hunlardan qo'rqish Xitoylarning kollektiv yoshirin engining cho'nqurliklariga o'rlashib ketgan desak, mubolag'alashtirib o'tgan bo'lmaymiz. O'ttir xandonlikning qadimki siyosiy yo'llari o'zlarining chegarasini hunlarga qarshi qattiq qo'g'dashga tushdi. Xan Udi oxiri hunlar bilan elishib, ularni mag'lub qildi. Shuning bilan Xitoylar o'zlari yavoylar deb qaraydigan hunlarga ulpan topshirishdek haqoratdan qutuldi. Bu g'alaba ularni hunlardan qo'rqib yashashdan ozod qildi. Gerçi hunlar oxiri mag'lub qilingan bo'lsa-mu, Xitoylar hunlarning o'ziga elib kelgan zulm, qo'rqinch va xo'rliqlarni hargiz unutib qolmadi, ham qololmaydi. Ularning kallasida xuddi hunlarning Xitoycha atlashida gavdalangandek, hunlar hali ham texicha bo'ysundirilmagan yavoyi qullar edi. Bu qullar uzil-kesil yo'qitilmoqcha ularning kollektiv angsizlikdagi hun qo'rqinchi hargiz tugamaydi. Ular reallikdagi Saddichinning idrokida so'qib olgan doirasidan hargizmi sirtqa chiqolmaydi. Bugungi Uyg'urlar ashu qadimki hunlarning avlodi bo'lmish g'arbiy diyardagi bu yavoyi Uyg'urlar hali ham Xitoylarning qalbida ularning 2000 yildan beri tugamgan yoshirin kollektiv qo'rqinchini qayta paydo qiladi. Uyg'urlarga bugun Xitoylarning qilayotgan odamning aqli ishongisiz bu o'chmanligining manbasi necha ming yillik tarixdan keladi. Tarix yozadigan, uningdan ibrat oladigan va har vaqt kelgusini qurishga ishiltadigan anga ega Xitoylar uchun Uyg'urlarga bo'lgan bu tarixiy o'chmanlik vaqtning o'tishi bilan unutilib qolmaydi. Balki biror g'idiqlug'ichi bilan davomli o'tirg'i chiqadi. Hatto ba'zida biraqli partalab o'tirg'i chiqadi. Amaliyotda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar ko'rayotgan inson qalbidan chiqqan bu muomalalar mohiyatda bu qadimki to'qinishning real va qayta idroklangan to'qinishning davomlashishidir. Shuni tushunish tas emaski, har qanday bir Uyg'urning soqol bilan yana bir Xitoyning oldida namoyon bo'lishi ularning isiga tarixda hun yavoyilari solgan qo'rqinch bilan keyin mediada yitirilgan islom qo'rqinchining birikmasini biroqla yaltida soladi. Uyg'urlarning kimligi qo'zg'aydigan ilgirki qo'rqinch hozirgi musulmonlarga bo'lgan qo'rqinch bilan qaytadan kuchaygan va idroklangan deyishga bo'ladi.
Xitaylar bilan Uyg'urlar o'rtasidagi to'qinish nuqul holda siyosiy sahada yuz bermaydi. Balki u tarixiy, jumladan tarixiy ong sohasidami yuz beradi. Bu ikki millatning bugunila emas, balki bugunini barliq keltirgan o'tmishimi hali ham to'qinishdadir. Bu xuddi bizga bir qismatdek bilinadi. Biz xuddi tarix va kultural nuqtadan, garchi ilm-fan nuqtasidan bo'lmasimi, yanala bir deterministik oldin ola belgilangan dunyoda yashayotgandek his qilamiz. Uyg'urlar xuddi yanala 2000 yildan beri tugamayotgan bu qora besiqqa o'xshab ketadigan tarixda Xitoylar bilan elishyotadi. Albatta, bu to'qinish dastlabida boshlanganida u vaqtda na Uyg'ur, na Xitoy deb aniq bir millat yo'q edi. Shundaqdimi ularning bir-biri haqidagi tarixiy idroklari keyingi kollektiv milliy ong nuqtasidan bir-biriga g'alati tarzda bog'landi va bu bog'lanish kunimizdagi yangi hodisalar, siyosiy ehtiyojlar va dunyoviy klimatlarda qaytadan jonlantirildi. Bu oxirida bizni vaqtning haqiqatan 2000 yildan beri o'tganligidan gumonlantirib qo'ydi. Bu tarixiy bağlanışның qayta canlanışının yana bir g'alitiligi shuki, ilgari Xitoylar Uyg'urlar ata-bobolardan qo'rqib, Saddichin sepelini soqqan bo'lsa, bu tarixiy bağlanışның qayta canlanışının yana bir g'alitiligi shuki, ilgari Xitoylar Uyg'urlar ata-bobolardan qo'rqib, Saddichinni soqqan bo'lsa, әмділікті яны ұйғырларны қорқыншлық деп қарап, ularni qalcırlıq bilan 4 tamның içiga band qılıvatıdı. Lagerlər və türmlər. Bu şunu işarə qılıdı ki, xuddi Uyğurlarının keynidən yepişib gəlgən muşu qismət heli həm tügümügəndək. Onundan sırt, Şərqi Türkistanның bulun puşqaqlarını qaplab ketken közetiş kameraları Uyğurlarının reallıqının keçib qutulğusuz bir koordinatsiyasını barlıq keltirdi. Şərqi Türkistandakı Uyğurlar hazır Xitayning vaqt, makan koordinatsiyasida her zaman her yerden tonuğulu ve zörür tepilsa tutqulu bo'ladigan holatga elib kelindi. Hatta ularning vujudidagi ginning xaritasimi Xitoylarning qo'lida. Bu dal ularning tarixdagi dushmani bo'lmish Xitoylar bilan bo'lgan elishdagi qechib qutulg'usizlikning ularning mavjudligining ichi sirtidagi fizikalik jihatdagi qechib qutulg'usizlik shakliga o'zgarishidir. Bu xil qo'rqinchlik va cho'ng akining ko'zidan qechib qutulg'uli bo'lmaydigan distopiyancha dunyoda Uyg'urlarning shaxsiyati yo'q. Ular ham hech yerga qechib ketolmaydi. Ularning shaxsiy bo'shliqi zo'rluq, zo'ravonlik bilan egilendi. Ular sirtda bir ommaviy shaxsga aylantirildi. Ular o'zining boshqalarga ko'rinmaslik huquqidan majburiy ayrildi. Ular har tarafdan ko'rgili va kuzatgili bo'lgan bir jismga taraytildi. Yig'ib aytganda, ularning barligi o'zlarining dunyosi tuproqida ko'ztildigan, arqasiga har vaqt tushilgan va obyektivlashtirilgan barliqdir. Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchun har vaqt kuzatish kameralarining kuzatishi ostida yashash ularga nisbatan o'zining shaxsiy hayotiga bo'lgan igidorlik kuchining yo'qolganligini bildiradi. Xitoylar texim ilgirlab ularni tashqi jihatdan emas, balki kallasidanmi kuzatish va qayta shakllantirish uchun lagerlarga soladi. Lagerlarda Uyg'urlarning tenili emas, balki ularning kallasi ruhiy xo'rliqqa uchraydi. Qiyin qistoqqa ilinadi va asta-asta vayron qilinadi. Kallasini vayron qilishda Xitoylar xuddi Ömer Bek Ali aytgandek tova qilishlar, Xitoyning siyosatlarini, jumladan Xi Jinpingning uzundilarini to'xtamasdan yadlash, o'z-o'zini tanqidlash, diniy e'tiqodidan voz kechish
və kültürüdün yüz öyrüşkə məcburlanıdı. Bu, ularning kallasida Uyg'urluqqa ait hech qandaq bir narsa qalmag'icha davomlashadi. Axırda ular bir o'simlik odamga aylantiriladi. İçidən ro'yi sug'urilgan, quruqdalgan və axırı iç-içillərə kirib ketgan bir terror orqali yilik-yiliklərgacha vayron qilingan. Chet eldagi nurg'un Uyg'urlarning ahvoli buningdan ko'p farqlanib ketmaydi. Masalan, chet eldagi Uyg'urlarning psixikasi Xitoylarning lager, turma və qo'l əmgiki o'rinlarida Uyg'urlarga qilinayotgan zulmdan og'ir ta'sirga uchrayotidi. Ularning ba'zilarining psixikasi vatandagilarninkidan farqsiz va hatto battar. Chunki Xitoylarning qutulish basi mushkul obrazi ularni ham o'ngida, ham tushida hali ham aramsizlantirayotidi. Ular ilm Xitoyning hissiyat lageriga solangan, o'zini uningda to'xtamasdan tipirlayotgandek, qutulish uchun jon-jahli bilan tirkishayotgandek his qiladi. Bu vaqtda Zulfiya xonimning Avstraliyaliklar gazetida ana Uyg'ur qora besishining oxirlashiga yordam berishni o'tinadi degan suhbatdagi buni bayonlari hali ham vakil xarakterlikdir. Men o'zimni yordamchisiz va umidsiz his qilaman. Biz tinch hayotni izlayapmiz, ammo bizning hayotimiz tinch emas. Psixik nuqtadan biz tinch emas. Men har kuni butun kechadagidek qora besishlarim bilan ilishib chiqaman va ondan shuni bilamanki, dunyo buningga e'ron qilmaydi. Shuningdek, nurg'un Uyg'urlarning menga deyishicha, ularning tushining ko'p qismi vatanga qaytib, oilasidagilarni izlash bilan boshlanadi. Ondan qandaqdir birdilla Xitoyning saqchilarining, armiyasining yoki odatdagi Xitoylarning o'zini orqasidan qo'g'layotganligini bayqaydi. Shuning bilan jon jahli bilan qochadi va chiliq-chiliq targa cho'milganicha varqirab bu qora besishdan uyg'onib ketadi. Ertasi mushquldagi qora besish yana o'xshash shakl va mazmunda davomlashadi. Xitoylarning qo'rqinch soldigan obrazlari yana chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning kallasiga ching o'rnashig'liq. Ularning Xitoyga qarshi so'zlashi bu obraz tarafidan cheklanadi. Ular ya tuqqanlari haqida guvohlik bera olmaydi, ya Xitoylarni ayblab qo'rsoq ko'pkin chiqaradigan namoyishlarga qatnasha olmaydi. Aksicha, Uyg'urlar yo'q yerlarini tanlab, siyosatga aralashmaslik orqali mingisdagi Xitoyning surlik va qiynog'uchi obrazini rozi qilishga urinadi. Xitoyga kallasida bo'ysunib yashayverdi. Yuqorqilardan shuni ko'rilishga bo'ladiki, bir odam uchun eng chong turma fiziklik turma bo'lmasdan, balki ruhiy turmadir. Odamning qo'rqinch to'lgan kallasiga bekinib qolishidir. Kalladagi ziyoda qo'rqinch odamni umidni ko'rolmaydigan, uning uchun kurash qila olmaydigan qulga aylantiradi. Odam o'zining qo'rqinchi orqali dushmanining quli qilib qo'ydi. O'zini uning uchun ezib berdi. Mana bu insonning eng echinishli baxtsizligidir. Mana mushundaq inson qalbidan chiqqan zulmlar orqali Xitoy o'zining Uyg'urlardan qadimdan ololmagan o'chini elayotidi. Bu orqali Xitoy qalbini 2000 yil parakanda qilib kelgan qo'rqinchdan ozod qilishga tirishyotidi. Shundaqla Uyg'urlarga yavoilarcha zulm qilish orqali Uyg'urlarning aslidagi yavoiy obrazini Xitoylarga ko'rsatmoqchi bo'layotidi. Uyg'urlarning asli mushundaq bo'lish tegishlikini ular qechib qutula olmaydigan bir taqdirda qilib ko'rsatishga urinayotidi. Numus. Uyg'urlarning dunyosi tashqi jihatdan butunlay vayron qilinayotidi. Uylar, mahalla ko'ylar, masjidlar, Uyg'urcha uslubdagi qurilishlar, Uyg'urlarga tava va Uyg'urlikqa vakillik qilgan har qanday bir muassasa simvollik belga va ishinish shafqatsizlarcha buzg'unchilik uchrayotidi.
Koç-koylarda Uyg'urlarni ko'rgili bo'lmaydi. Mushundaq ahvolda Uyg'urlarning mavjudligi ba'zi Uyg'urlarga majburiy holda gunohliq, jinoyatkor va nomusliq mavjudlikqa aylantiryapti. Uyg'ur o'zining kimligidan nomus qilishga majburlanyapti. Eng ig'ir bo'lganda bu hodisalar Uyg'urlarning o'z-o'ziga ishonishdan qilishi, o'zini kemsitishi va oxiri o'ziga nafratlanishni keltirib chiqaradi. Fransiya filosofi Sartre uchun nomus o'z bilan o'zga, men bilan boshqalar o'rtasidagi o'zgacha munosabatni ta'birlaydigan uqum bo'lib, uningda o'zining ojizligi o'ttiriga chiqadi. Bu mavjudlik tusining markazida odamning o'zini o'ng'aysizlantiradigan va shon-sharafini yaksan qiladigan sharoitdan qochishga bo'lgan unumsiz urinishi bor. Nomusda odamning mushundaq o'ng'aysiz sharoitda boshqalarning qochay degan sari qocholmasligidek bir amansizligi bor. Uningda odamning o'zini tuyishi, idroq qilishi va anqirishi yo'qmasdan aksicha texmi kuchaydi. Odam boshqalardanla emas, balki o'zidanmi qochaman deb qocholmayotgandek. Bu ma'nodan nomusda odam o'zining tindan ajray olmay to'xtab qoladi. Kallasiga texmi sig'diradi. Nomusda odamning o'zining tini bilan kallasiga qanchalik bog'lanib qolganligi eng aniq tuyg'uda o'ttirib chiqadi. Psixologiya nuqtasidan nomus men o'zim anqirgan alohida psixik holat bo'lish sifati bilan nomuvofiqlik, arzimaslik, sharafsizlik, pushaymon, amalsizlik hislarining birikmasidir. Uningda boshqalar bizni nomusga qo'yganida yoki o'zimiz boshqalarning oldida ma'lum bir nomuslik ishni qilib salganda, ba'zilar o'zimizning mavjudligining qimmatini suollaymiz. Ba'zida o'zimizning mavjudligining qimmatini suollaymiz va hatto uni shu vaqtning o'zida bo'lsa-mu inkor qilish darajasiga boramiz. Ashu so'rindan jimmida yo'qolib ketishni, ikkinchi boshqalarga qaytib ko'rinmaslikni arzulab ketamiz. Yana bir nuqtadan nomusda kallamizda biz faxrlanib kelgan ideal o'zlik obrazimiz tuyuqsiz yoki salbiy ta'sirga uchraydi. Yoki vaqtliq bo'lsa-mu ko'paygan bo'ladi. Nomus bizning mavjudligimizga qarata o'zimizda gumon tug'iladigan va bizning sharoitimizga qarata nomuvofiq ekanligimizni bildiradigan mavjudlik holati bo'lg'achqa, uningda bizning dunyo va boshqalar bilan bo'lgan munosabatimizda jiddiy o'zgarish yuz beradi. Oxirida bu bizning o'zimiz bilan bo'lgan munosabatimizga ta'sir ko'rsatadi. O'zimizning ideal kimligi, mayli biz uni qanchalik darajada saqlab qolishga kuchamayli, bizdan vaqtliq bo'lsa-mu yatlashidi. Biz ichimizda vijdonimiz tarafidan ayblanamiz. Ba'zida boshqalarning nazarida o'zimizni ayblashga taraqqiy qilib, o'zimizga qattiqlashib ketamiz. Hatto o'zimizdan xuddi boshqalardek nafratlanishimizmi mumkin. Bu vaqtda o'zimizga boshqalar bizga qilgan muomala qilamiz. İçimizden netçigi bölünümüz. Yana bir nuqtadan ba'zilarimiz nomus qilmaymiz. Hatto dayus kelimiz. Biz nomussizligimiz orqali o'zligimizni ichimizda jazolashdan qutulamiz. Bu chaqda yuzimning qilligi, jinimning rohati bo'ladi. Bu ma'nodan nomussizlikni odamning o'zligini qo'dashdagi bir xil qo'rinish holida tushunishga bo'ladi. Bu qatlamning dasbida chet eldagi Uyg'urlarni eng qattiq nomusga solgan xabar turmadagi Uyg'ur qiz ayollarining inson qalbidan chiqqan shaklda bosqinchilik uchrayotganligidir. Uyg'ur qatlami Amani Mehrigul Tursun o'zining mediaga bergan bayonlarida bosqinchilikning lager va turmlarda keng elib berilayotgan jinsiy tajovuzchilik ekanligini o'tirib qo'ydi. Sayragul Saodatboy qizi Gulbahar Jelilova, Qalbinur Sidiq va boshqa amallarmi o'xshash mazmunni o'xshamagan nuqtadan bayon qildi.
Shuningdek, Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi va ziyolisi Abduvali Ayıpmu bir qatimliq suhbatida o'zining Xitoy tutqunligida jinsiy zo'ravonlik uchrashdek qo'rqinchli aslamasini qisqali deb o'tib ketdi. Xitoy turmalari va lagerlarida Uyg'ur qiz ayollari va hatto erlarining jinsiy tajovuzchilik uchrashi oldi bilan bir jinsiy jinoyatdir. Her bir Uyg'urning badaniga qilingan jinsiy tajovuzchilik mohiyatda ularning ro'yi qilingan tajovuzchilikdir. Bu tajovuzchilikning maqsadi lager va turmadagi Uyg'urlarning g'ururini dafsanda qilishni va shu orqali ularni nomusdan o'zining qadr-qimmatini his qilish va ifodalashdan zo'rliq kuchi bilan qoldirishni ko'zlaydi. Bundoq jinoiy qilmishda uvalliqqa uchirg'uchi faqat bir jinsiy obyekt sifatida qaraladi. Bu obyekt zo'ravonlik qilg'uchi tarafidan o'zi xohlagan bir shaklga zo'rliq kuchi bilan kirgiziladi. Yaqinda Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Sharqiy Turkistondagi sobiq lager o'qituvchisi Qalbnur Sidiq xonim lagerlarda Uyg'ur qiz ayollari duchor bo'layotgan jinsiy zo'ravonlik va jinoyatlar haqida mundaq deydi. Lagerdagi soqchining Qalbnurga hech kimga tinmaslik haqida qasam qildirib aytib berishicha, har kuni 4-5 qiz so'roq bahonasi chaqirtilib, lagerning amaldor va soqchilari tarafidan bosqinchilik qilinadi ekan. Ular hatto qizlarning avrati va maqtiga tok kaltikini tiqib qiynab o'zir oladi ekan. Qalbinur xonim aslamasida yana Uyg'ur qiz ayollarga noma'lum dorilarning yegizilayotganligi va bu dorilarning ehtimol tug'ut cheklash dorilar bo'lishi mumkinligini o'ttirib qo'ydi. Sistemlik bosqinchilik urush qurolidir. Bu orqali ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning nomusda ruhiy vayron bo'lish ko'zlanadi. Qarshi tarafga psixik jihatdan ig'ir zarb bergili bo'ladi. Ularning qalbida qoladigan yo'qolmas asorat ularning ba'zilarini ishidan tugishga elib boradi. Uyg'ur kulturi keng ma'nodan olganda bir xil konservativ kulturga kirdi. Bu hali ham er izmlik qarash ustun o'rin turadigan kulturdir. Uningda islomiy aqidalarning ta'siri intayin chunqur. Islom dini qiz ayollarning jinsiy zo'ravonlik uchrashini qattiq cheklaydigan bir dindir. Shu sabab Uyg'urlar tarixdan beri bosqinchilik qilmishiga intayin sezgur va qattiq muomala bo'lib kelgan. Mushundaq bir milliy, diniy va kulturel to'pliqning endi qiz ayollarining lagerlarda sistemlik bosqinchilik uchrayotganligini anglash, tasavvur qilish qiyin bir haqoratdir. Hattoki bu bilganga o'lim bilan teng bir haqoratdir. Uyg'ur kulturi azaldan qiz ayollarni qo'g'dab kelgan va ularga yuksak hurmat bildiradigan bir kultur bo'lib, ularni mehr shafqatning manbai va jamoat hayotining homiysi sifatida ko'rib kelgan. Amdilikda bo'lsa bu go'zal kulturel qimmatlar vayron qilinayotdi. Necha million Uyg'ur erlarining keng ko'lamda lagerga solinishi bilan ularning qizlarini, ayollarini, onasini va boshqa ayol urug' tuqqanlarini qo'g'day olmasligi mislisiz bir ojizlikning o'tirg'i chiqishi bo'lyapti. Ular hozir boshqalarni emas, hatto o'zini qo'g'day olmas holga tushib qoldi. O'zining ojiz deb qaraladigan qiz ayollarini va suyumlik odamlarni qo'g'day olmaslik mayli vatandagi, mayli vatan sirtidagi bo'lsin, vijdoni bor barliq Uyg'ur erlarini nomus qo'ydi. Ilgari Mo'ng'ullarga, Manjularga va keyin Xitoylarga o'zining ayollariga beadablik qilganlik uchun qarshilik ko'rsatilgan Uyg'ur erlari hozir bundoq bir ko'tirib qo'pqisiz alamni, xo'rliqni ko'tirib yurishga majbur bo'ldi. Bu ham Xitoy mustamlikchilarining Uyg'urlarni ruhidan, vijdonidan va g'ururidan ayirib, ma'naviy jihatda kollektiv vayron qilish planining bir qismidir.
eng qabih psixik hujumlarning biridir. Uning ustiga Xitoy hukumatı Uyg'ur erlarini asosan degidek lager turmalarga solib qo'yib, Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylarida qo'shmaq tuqqanchilik nomi bilan billa turishga o'rlashtirdi. Buninglik bilanla qolmay, Xitoy erlarini Uyg'ur ayollari bilan to'y qilishga qiziqtirgan kompaniyalarni boshlab Uyg'urlar bilan to'y qilganlarga iqtisodiy jihatda yordam berish va'dasini berdi. Buningga aloqador tashviqotlar Xitoydagi ijtimoiy medialarda ochiq-oshkora tarqalishga boshladi. Uyg'urlar uchun bu haqorat ustiga haqorat bo'ldi. Bu haqorat ustiga haqorat bo'ldi. Bu Xitoy hukumat tarafidan majburiy elib berilayotgan zo'ravonlik qilg'uchi bilan zo'ravonlik qilinuvchining majburiy nikohi edi. Bu ham Uyg'urlarning qanchalik darajada nomusliq ahvolga tushirib qo'yilayotganligini va ularning sistemlik g'urursizlantirilayotganligini tushuntirib beralaydi. Uyg'urlar uchun bu qabahatlik nomus butun millatning ma'naviy jihatdan Xitoy tarafidan kollektiv bosqinchilikka uchrashidir. Bu Uyg'urlikning har kuni degidek ochiq-oshkora dafsana qilinishidir. Bu ziyonkashlikka uchrag'uchiga qilingan sistemalik qonuniylashgan bosqinchilik bo'lish sifati bilan bir butun millat a'zolariga avloddan avlod davomlashadigan xo'rliqni, asoratni qoldiradi. Yig'ib aytganda, bular butkul Uyg'urlarning aytib tugatkisiz numusidir. Hammamizda bu numus mayli uni e'tirof qilayli, qilmayli bor. Bu bizni har vaqt aromsizlantiradi. Shuning bilan ba'zilarimiz mundaq ikkilanishga duchor bo'lamiz. Bu numusni deyish kerakmi yoki ichimizda saqlab, ichimizni o'rtab o'tib ketishimiz kerakmi? Ruhiy bosqinchilikni bularni qanday deb bo'lish mumkin? Eng oxirida hammamizni ichimizdan vayron qiladigan mundaq bir savol bor. Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Sen bir hayot erkak bo'lish sifating bilan bu bosqinchiliklarni to'sishga qarata nima ishlarni qilding? Gunoh. Bu qatlam mezgilda ba'zilarimiz xuddi yuqorida qisqacha aytib o'tilganidek o'zimizdagi numus tuyg'usining davomi ham uning natijasi sifatidagi gunoh tuyg'usini boshdan kechirdik. Bu gunoh tuyg'usi ig'ir va aldirab saqaymaydigan psixik yaradek qanab turadi. Undaqda bu qandaq gunoh tuyg'usi? Bu savolga javob berish uchun oldi bilan numus bilan gunoh tuyg'usidan iborat bir-biriga yaqin va munosabatlik psixik holatlarning farqini aytib o'tishimiz kerak. Gunoh tuyg'usi odatda biz ma'lum ishni xato qilib qo'ygandan keyin uningga qarata pushaymon qilganligimiz va uni o'zgartirish tirishchiligimizni ko'rsatadigan bir xil hissiyotdir. U mohiyatidan biz bilan bizning o'tmishimiz, bizning ilgirki o'zligimiz, ilgari chiqargan qarorimiz va uning hozirgacha tugamagan ta'siri qatorliqlarga bog'liq bo'ladi. U bizning erkinlikka, erkin tanlash mumkinchiligimizga ega ekanligimizning e'tirof qilinishidir. Chunki agar biz ilgirki qarorimizni o'zimiz erkin tanlamagan bo'lsak, hargiz hozir pushaymon qilib yurmagan bo'lardik. Pushaymonning tubki sababi erkin tanlashning oqibatiga mas'ul bo'lishdir. Chunki erkinlik bo'ladi ekan, cho'qim mushu erkinlikda tanlanganlarning oqibatlariga qarata mas'uliyat bo'ladi. Dal mana mushu mas'uliyat pushaymon hissini keltirib chiqaradi. Biz ko'p hollarda gunoh tuyg'usida bo'lamiz. Chunki bu bizning harakatimizning mas'uliyatini qabul qilganligimizdir. Buni ham boshqalarga ta'minliqqa deyalaymiz yoki oldirab döngiyallaymiz. Ammo numus ko'p hollarda ichki o'ng'aysizlik bo'lganligi uchun uni ko'p hollarda boshqalardan va hatto ba'zi oshqin sharoitda o'zimizdanmi angsiz yoshiramiz.
Chunki nomusda odam bilan uning qilmishi bir-biriga jepislashib ketadi. U falokat bosgan birining sharafsiz va o'ng'aysizlikqa to'lgan bir ishni boshqalarning oldida qilib solganligidan uyilish hissidir. Ammo gunohda garchi odam nomusdagidek o'zining ilgirki harakatidan ayirib qaray olmasa-mu, uyilish hissiyoti emas, balki o'kinish hissiyoti muhim o'rin turadi. Nomusda boshqalarning oldida xato, o'ng'aysiz va qolaysız bir ishning yuz berib qolganligi muhim o'rin turadi. Uningda boshqalarning salbiy baho berib qo'yishidan ansirash, hatto boshqalarning shafqatsiz bahosidan qo'rqish xohishi bor. Shunga u boshqalardan o'ziga qarab qochishga uringan, ammo mag'lub bo'lgan urinishdir. Bu Uyg'urchada nomusdan yerga kirib ketgudek bo'lish deb tasvirlanadi. Buningda yerga kirib ketgil bo'lmasa-mu, ammo uyulishning kuchi uyalg'uchini ashundoq asabiy harakatni tasavvuriy nuqtadan qilishga undaydi. Uningda odam tuyuqsiz yo'qolib ketishni shundoq xohlaydiki, xohlagan sari yo'qololmay qiynaladi. Masalan, jamoatning oldida o'sirib qo'yishni olayli. U men bilan boshqa o'tirisidagi tegidan antagonistik munosabatning qip-yalang'och tarzda his qilinishidir. Uningda ham boshqalardan qo'rqish, ham uning o'ziga istashlik qilishga, uni anglamaganga sevilishga bo'lgan talpinishim bor. O'sirib qo'yg'ichi o'zining jamoat so'rinida o'sirmaslikdan iborat bu ijtimoiy cheklimga xiloflik qilganini biladi. Texim muhimi, boshqalarning o'zini qanchalik darajada zaharg'andilarcha sanglik qilib, shu kichikkina ishqa u kontrol qilishda mag'lub bo'lgan odatdagi bir qilmishqa uni hatto jamoatning orasida turg'usiz qilib o'tishdan yanmaydiganligini biladi. Uningga hatto o'sirishga aloqador haqoratli taqimlar qo'yilishi va shuningdan tortib u davomli sanglik o'kpiklik qilinishi mumkin. Shuning bilan agar uning yuzi nepiz va tavi nozik bo'lsa-la, qayta aktivlanadigan bu nomus tuyg'usidan xo'rlanadi. Shunga nomusning markazida biror ijtimoiy cheklimga xiloflik qilib qo'yishning oqibati emas, balki boshqalarning buni bahona qilib turib, uni qayta xo'rlab o'zirilishining asabiylikka bo'lgan qo'rqish tuyg'usi bor. Demak, Xitoylarning Uyg'urlarning qiz ayollariga jinsiy tajovuzchilik qilishidimi, Uyg'urlarning shu vaqtdagi va bugungi g'ururiga tegishli emas, balki ularni mangulik xo'rlash asabiyligi bor. Ular buningdan keyin buni har vaqt bizning avlodlarimizning yuziga soladi. Shu orqali yuzimizni nomusning dastidan ko'tarilmas qilib o'tishni, o'zining oldida beshimizni mangu selib, ruhiy qullardek yashashimizni maqsad qiladi. Gunohda odam bilan boshqalar emas, balki uning o'tib ketgan mumkinchiliklari o'ttirisidagi to'qinish muhim o'rin turadi. Ya'ni uningda nurg'un mumkinchiliklar ichidan xato va nachar bir mumkinchilikning tanlanganligiga qarata o'kinish hissi bor. Uningda bu tanlash qarata boshqalarning qandoq baho berishi bek muhim o'rin turmaydi. Aksicha, uningda muhim odam o'zining harakatiga o'zi baho beradi. O'zining tanlashidan rozi bo'lmaydi va hatto o'zini rahimsizlarcha ayiblaydi. To'g'ri tanlash elib bormanligidan o'kinadi. Gunoh tuyg'usida yana vaqtning shafqatsizligiga bo'lgan amansizlikni tan elish bor. Biz birini xato tanladikmi, uni o'rniga keltirgili bo'lmaydi. Birini tanlash boshqa tanlashlarni rad qilish bo'lganligi uchun bu xatolikning alimi texim og'ir bo'ladi. O'q yoddan chiqadi va xato nishonga tegadi. Xuddi chala tekkan o'qdek. Chet eldagi bir qism Uyg'urlarda gunoh tuyg'usini, bo'libmi aman qolg'ushining gunoh tuyg'usini xeli og'ir va umumyuzlik deyishga bo'ladi. Aman qolg'ushining gunohi degan bu psixologiyalik atalg'u 2-Dunyo urushidan keyin Yahudi qatl-amidan aman qilgan bir qism Yahudiylarda ko'rilgan psixik hadislarni umumlashtirish orqali o'ttirib qo'yilgan. U ba'zilarning boshqalar aman qololmagan asoratlik yoki tragediyalik bir voqeadan ma'lum ishni xato yoki samimiyatsiz qilish orqali aman qolganligiga qarata ko'riladigan o'zlik gunohi
öz-özüdün günah his qilishni ko'rsatdi. Bu psixik holat yana bir jihatdan aman qilg'uchining ma'lum bir amallar bilan boshqalarning hayotini qo'dab qololmaganligidan o'kinish his qilishini o'z ichiga oladi. Uyg'ur islom kulturi tadqiqotchisi Rayn Sam Uyg'urlardagi aman qilg'uchining gunoh tuyg'usini bunday tasvirlaydi. Ba'zilar menga kelib, o'zlarining oila a'zolarining jazo lagerlarida ekanligini aytdi. Boshqalar bo'lsa, mendan o'zlariga aman qilg'uchining gunohi haqida maslahat so'radi. Darren Beyler bu hissiyotni tövendikidek tasvirlaydi. Qechib ketilganlik va aman qilganlik gunohi haqiqatan og'irdir. Men bilan ilgari bir necha yil yaqin o'tgan Uyg'urlarning menga deyishicha, aman qilg'uchining gunohi ularning tushlariga bosib kirgan va ularning hayotidagi kichikkin xushalliqlarni elib ketgan. Bu gunoh tuyg'usi chet eldagi Uyg'urlarning ishida ota-onasi va o'roq tuqqanlarining vatanda lager va turumlarga elib ketilganlarida ko'proq ko'riladi. Bunun manbasi ularning o'zining ashu qadrdonlarini qutuldira olmaganligiga bo'lgan amalsiz hissining radikal ifodalanishidir. Ularning ba'zilari bu qadrdonlarining Xitoylar tarafidan jazolanishini xato holda o'zlarining sababidan deb tushunib oladi. Ba'zida ularning qadrdonlarining boshiga kelgan butkul baloyi ofatlarning tub manbaining Xitoy mustamlikchilari ekanligini bilsa-mu, yana ularni qutuldira olmaganligidan farzandlik yoki o'roq tuqqanlik nuqtasidan afsuslanadi. O'zini buningda gunohkor his qiladi. Uning ustiga bu Uyg'urlarning xeli bir qismining ota-onalariga Xitoy hukumatı qattiq bosim tushirib, ularning qaytib kelishini talab qilgan. Ammo qaytib ketsa, o'zining aman qilmaydiganligini bilgachga, ular qaytmay chet elda qolganlardir. Buningda Misrdan, Turkiyadan va boshqa joylardan Xitoyga ota-onalarining besimiga qaramay qaytmagan nurg'un Uyg'urlar bor. Bularning ota-onalari keyin farzandlarining vatanga qaytmaganligi uchun Xitoy hukumatining o'ch elishiga uchrab, lagerlar va turumlarga solandi. Bu vatanga qaytishni rad qilgan bu Uyg'urlarning bir qismida tabiiy holda aman qolg'uchining gunohini shakllantirdi. Xitoylarning nazarida ko'ngzi an'anasiga ko'ra, oila bilan davlat birdaklikka ega. Oilaning boshlig'iga oiladagilarning itoat qilish talab qilingandek, davlatning otasiga fuqarolarning itoat qilishi talab qilinadi. Chunki davlat bir oila sifatida idroq qilinadi. Uning beshi xuddi oilaning beshiga o'xshaydi. Shuningdek, otaning bolalariga ko'yinishi majburiyati bo'lgandek, davlat otasining fuqarolarga ko'yinish majburiyati bor. Bu ma'nodan Xitoy har vaqt fuqarolardan o'ziga mutlaq sodiq bo'lishni talab qiladi. Agar buning xiloflik qilinsa, xuddi o'zini beqib cho'ng qilgan otasiga osiylik qilgandek, o'zini tarbiyalab yetildirgan vataniga osiylik qilganlik bo'ladi. Buni Xitoyning ommaviy axloqida emas, balki texmi muhimi siyosiy axloqida qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xitoy hukumatı shuning uchun chet eldagi Uyg'urlarga vatandagi ota-onalar orqali bosim tushirdi. Ularning bolalarini mayli vatanda, mayli chet elda bo'lsin, kontrol qilishga urinadi. Vatandagi barliq ota-onalar bu ma'nodan Xitoy xohlagan vaqtda ish qilsa bo'lgan tutqoqdikilardir. Bu ma'nodan Xitoy xohlagan vaqtda ish qilsa bo'ladigan tutqoqdikilardir. Uning ustiga ularga ayonki Uyg'urlarda o'z ota-onasiga sadoqatman bo'lish an'anasi bor. Shunga bu qatim Xitoylar chet eldagi Uyg'urlarni vatanga qaytarib elib ketishda Uyg'urlardagi ota-onasiga bo'lgan eng nozik hissiyatni yetkazishga iste'mol qildi. Bu orqali ularning bir qismini aldab apirib olib o'ltirdi yoki lagerlarga qamadi. Uyg'urlar uchun gunoh tuyg'usi yana kollektiv ma'noga ega. Bu ularning shalliq tarixi bilan nomusliq reallik o'tirishga yatlashni texmi keskinlashtirib o'tadi. Bo'libmi u bir kollektiv xatoga bo'lish bilan uning ilgari o'tkazgan sanoqsiz xatoliklarga hozir mas'ul bo'lishdek bema'nilik hissini ko'rsatdi. Mundaqcha aytganda, u ba'zilarining o'zlarining tarixining xatoliklarini oxiri bir butun millatning butunlay qirilib yo'qolish xavfiga tushib qolganligidan qattiq umidsizlanish hissini ko'rsatdi.
Buningda u ba'zida butkul xatoliklarni o'zidan izlash asabiylik shakligimi kirib, xuddi amon qolg'ushining gunoh tuyg'usida ko'rilganidek, uning sababini jumladan Xitoylarni diqqatining sirtida qoldirdi. Buning uchun u o'zini ayblaydi va hatto o'zidan nafratlanadi. Oxirida bu xil xohish taqdirchilik qarshi bilan birlashib ketadi. Yordamchisizlik. Chet eldagi ba'zi Uyg'urlarda teran va kunsir kuchayotgan yordamchisizlik hissi bor. Buningga Xitoylarning Uyg'urlarga qaratayotgan qirg'inchiligining to'xtab qolish tugul, aksicha texim kengayotganligi va vahshiylashayotganligi dunyodagi mutlaq ko'p qism davlatlarning Uyg'ur qatlamiga qarata hech ish qilmay tomoshabinlarda qo'l qo'shtirib qarab turishi va Uyg'urlarning ichki qismidagi ushshaq-shushak ziddiyatlardan manbalangan talash-tortishlarning ularning birlik kelishini ig'ir to'sqinlik uchratayotganligi sabab bo'lgan. Bu yordamchisizlik tuyg'usining barg'ansir ig'irlashishi Uyg'urlarning yolg'izlik tuyg'usini kuchaytirib o'tadi. Taqdirchilik hissi uningga yondashib ig'irlashadi. Bundaq hisda hozir bilan kelgusi o'tmishdagidekla qorong'u va qo'rqinchli bilinadi. Yana bir qism Uyg'urlarning shundoq o'ylashini qiyos qilish mumkinki, lagerdagi Uyg'urlar lagerlardan qutulsa-mu, ularning normal hayot kechirishi bekla ta'sir. Ular cho'qim boshqalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Ammo ularga yordam bera oladigan hech kim yo'q yoki qolmadi. Uyg'ur o'smirlarining ahvoli texmi battar. Ularning yanida ularga yordam beradigan na ota-onasi yo'q. Ularga na o'qituvchilar yordam bermaydi. Ular tashlab etilgan, kamsitilgan va majburiy assimilyatsiya qilinayotgan yangi bir avloddir. Mushularning hammasi ularni Uyg'urlarning ahvolini hech qanday bir ichki, tashqi yordamning oldirab o'zgartirilmaydiganligiga ishondirdi. Shunga ular faqat Allohdan umid kutadi. Buning bilan ularning ba'zilari hech qanday bir yordamga hem ishonmaydigan, hem uni kutmaydigan bir holatga ko'chishi mumkin. Bu ham ularning o'ziga qilinayotgan barliq vayronchiliklarni yoki taqdirchilik, yoki qo'rqinchoqlik, yoki mushkil zihniyatda taltukus qabul qilishini ko'rsatadi. Bu taqdirni o'zlarining kallasidagi idroki taqdirni qabul qilishdir. Xuddi Nietzsche aytgandek, taqdiringni so'y. Aytganimizdek, yordamchisizlik yana dunyo tarafidan tashlab etilganlik tuyg'usidan kelib chiqadi. Buningda g'arbdagi az bir qism davlatlardan boshqa mutlaq ko'p qism davlatlar tarafidan bo'libmi o'zlarining musulmon va turk qarindoshlari tarafidan qatl-am davomida hech qanday istashliq va yordamga erisha olmaslik ularning yordamchisizlik tuyg'usini texmi ulg'aytib o'tadi. Bo'libmi ularning musulmonlar tarafidan tashlab etilishi, ammo ma'lum bir ma'nodan musulmon bo'lganlik sababli qirilishi ularni e'tiqodiy qarindoshlar ishida cheksiz asratga qo'ydi. Ularning islom nuqtasidan kafirlar deb qaraladigan Xitoylar tarafidan o'ldirilishiga qarata musulmonlarning xuddi kafirlardan qilishmoqdek muomala qilishi ularni yakkigani qoldiradi, ig'ir qaymoqtiradi. Chunki ularcha musulmonlarga eng ig'ir haqorat qilgan bir hokimiyatda o'zining dini uchun eng qattiq badal to'lagan Uyg'urlarning qirilishiga sukut qilish bilan bu qatlamni elib berish o'tirisida eng oxirida hech qanday farq qolmaydi. Bu yerdagi natija oxirida o'xshash. Uyg'urlar qirilyotdi. 2018-yili İstanbulda bir turkum Uyg'ur yoshlariga qatlamda shakllangan kollektiv asoratga qanday taqobil turish haqida dars so'zladim. Ders boshlashdan ilgari men o'quvchilardan o'zlarining ayni vaqtdagi his tuyg'ularini, garchi bu his tuyg'ularning o qadar murakkabligini bilsam-mu, birla so'zga yig'inchoqlab deb baqishni aytdim. Ularning ichidagi bir o'quvchi menga tayanchisizlik deb javob berdi. Men uningdan nimishqa shunday his qilganligini so'rganimda, u mening ko'zimning ichiga jimit qarab o'tgandan keyin o'zining nimishqa tayanchisizlikni tushuntirishdimi, o'zini shuncha tayanchsiz his qilganligini aytdi. Orqadan uzoq sukut kuchimdi.
Uning uchun o'zini yordamsiz his qilish, boshqalarning ko'ziga azob va xo'rliq tikilib qarab yordam tilashdan a'lodir. Uning bu tayanchsizligi uning o'ziga tayinishdan boshqa chiqish yo'lining yo'qligiga qaraganligining samimiylik bilan tan olishdir. Yordamsizlikni e'tirof qilish, ammo buning uchun boshqalardan yordam so'ramaslik ularning vujudidagi g'ururning oxirgi ifodalaridir. Bu holatda ular har qanday baloy-ofatni jimmida qabul qiladi. Bu uni boshqalarga yig'lamsirab degandan, ularning ko'zlariga mo'ldirlab qaragandan, allaqanday abstrakt insoniyatning vijdoniga qo'ygandan, ular tarafidan pisand qilinmay, o'ziga yana qaytadan tashlatilgandan 1000 martaba afzaldir. Hatto bularning ichidagi ba'zilar hammadan voz kechib, aman qolg'uchining gunohiga xotim berib, vijdonini aram olish uchun hatto dushmanining qo'lida xuddi o'zining qarindoshlari halok bo'layotgandek halok bo'lishni izlaydi. Bu vaqtda menga necha o'nlagan Uyg'urlar chet elda qatlamni to'sish haqida hech nima qilolmay va boshqalarning masxaralik qarshi ostida yashagandan ko'ra vatanga qaytib qarindoshlari qamalgan ashu lagerlarda o'lishni istaydiganligini bayon qildi. Bu xayollar bakla radikal, odamning aqli yetmas va hatto kallasidan ketgan odamning saranglarchi bilandek tuyulishi mumkin. Ma'lum ma'nodan bu xayollar uzoq muddatlik saqlashning va saqlagan siri Uyg'urlarning vaziyatining kundan kunga battarlashib ketishining ba'zilarda qo'zg'agan psixik oqibatidir. Ularning o'z qarindoshlari va boshqalar tomonidan tashlab etilishi ular uchun o'limdan battar bilinadi. O'lim ularni yolg'on va'dalar bilan davomlashadigan hayotni yashayvergandan uni mardonlik bilan oyoqlashtiradigan afzal degizidir. Bu baş oxiri chiqmas, jasoratlik va qora besishga o'xshab ketadigan azobdan biroqli qutulishga urinishdek angliq harakatga kiradi. Ular uchun birdan-bir umid bu yerdagi umidsizlikni qabul qilish bo'lsa, u holda ular o'zini boshqalarga tayinib qilishdan, ulardan umid kutishdan biroqli ozod qiladi. Bu ularning insoniyatga qilgan eng oxirgi alvidosidir. O'zining dushmaniga yakkigan yuzlanishning, o'ziga o'zi yordam berishning eng oxirgi momentlaridir. Mana mushu chaqda ular birdilla qahramonlarga aylanadi. Ularning angliq azodlikka chiqishi qahramonlik aylanadi. Bu bir g'alati qiyosdir. Chunki ular dushmani bilan qahramonlarcha ilishqushlar emas, balki bu ilishishdan voz kechib, dushmanning qo'lida mardonlarcha o'lishni tanlashni har vaqt o'ylag'uchilardir. Ammo mayli qanchalik darajada qo'rqinchoq, vijdonsiz deb ayblansin, ular o'lim orqali o'zlarining dafsanda qilingan g'ururini qo'rqimsizlik bilan qaytarib olmoqchi bo'ladi. Bu hatto ularning idrokida ularning taqdirini ular o'lmoqchi bo'lgan xalqning taqdiri bilan texmi yuksaklikda birlashtiradi. O zaman ularning bizga qoldiradigan va jinimizdan o'tadigan savoli shuki, bizning insoniyligimiz chidab bo'lg'usiz darajada bu qadar ig'ir xo'rlanayotsa, buning uchun hech narsa qila olmayotsak, bizning yana davomli yashashimizning biror maqsadi bormi? Bu dal Xitoylarning bu qatlam orqali bizning kallamizni vayron qiladigan savolidir. Bu savolga qancha passaq, shuncha ko'p va shuncha tez vayron bo'lamiz. Bu savolning javobi faqat yashashda. O'zimizda emas, balki lagerlardagi millionlagan qarindoshlarimizning hayotining qimmatga ega ekanligini, uni vayron qilayotganlarga ochiq va keskin bildirish uchun yanada yashashdadir. Bizning mavjudligimizning bu 4 tusi bizning ruhimizning bu qatlam sababli qanchilgan ig'ir yaralanganligini tushuntirib berdi. Shunaqla bizning intayin kichik va hatto kunsir kichiklayotgan umidga o'zimizni qanchalik bog'lab, qanchalik taslikda yashayotganligimizni bildirdi. Bu tuslar orqali biz har qanday bir qatlamga uchrag'ishlarini ruhiy jihatdan qanchalik vayron qilganligini ko'rib olamiz. Qatlam nuqul holda fizikalik vayronchilikni emas, balki mohiyatdan olganda ularning o'ziga ishonishini vayron qiladi. Va hatto asliga keltirgisiz darajada vayron qiladi. Buninglik bilan to'xtab qolmay, ularning o'zini qayta tirildirishga bo'lgan ishonishini vayron qiladi.
Axırda ular özünün kallasida özünün mövcudluğunun, hayatının və qimmatının barlığından gumanlanğan boludu. Özünü numuslu görüdü, günahqa patıdı. Kelgüsüdün bütünley ümit üzüdü. Bizning keyingi qismlarda muhokama qilmoqchi bo'lganimiz dal mushu qo'rqinchli tushkunlikning qora soyasidan qandoq yenib chiqishga tirishni o'rganishdir.